odamni xafa qilsang, baxtli qila olmasang, mana senga nima bo'ladi demoqchilar dadam. Anunga nima bo'ldi? Bo'ldi, men qizingizni baxtli qilaman, adajon. Adam seryozni odamlarga xush ko'radi, o'zingizni jiddiy tuting. Adash, iltimos, oxirgi imkoniyat. Yo'q, meni otib tashlasangiz hozir prosta o'lib ketaveraman, lekin mendaka bunaqa 4 ta restoranim bor. Kuyov topa olmaysiz. Aka! Ketuvaymi? Ketib qolma, hozir otaman seni. Roziman deyaptilar. Rostdanmi? Bitta duo qiling. Yo'q, qadam qildim. Yo'q. Nima qizingiz-ku, nima? Kim bo'lsangiz ham qizingiz-ku, bitta duo qilsangiz nima qilibdi? Qizingiz baxti uchun. Turiya adam. Ilohi amin. Bolalari vali bo'lib qo'sha qarib baxtli bo'lib. Sen meni o'zim ustida kulyapsanmi? Otib tasha! Fireball.